So guys, bugun sizlar bilan ko'ramiz day 2 ni. Demak, task 1 dan boshlab ketyapman. Xo'p, o'qishimiz kerak bitta xabarni, to'g'rimi? Bizga kelganda Dear Resident, bilmasangiz buni bilib oling. Resident degani yashaydigan odamni aytadi. Muayyan bir joyda yashaydigan odamni. Qadrli, endi fuqaro desa davlatniki bo'ladi-da. Citizen deb turib fuqaro desa. Bu o'sha yashovchi deyman endi o'zbekchada. Bitta hududda yashaydigan. Masalan, mahalla komiteti sizga yozsa dear resident deydida. Endi davlat tomonidan yozilsa dear citizen, fuqaro deb aytiladi, to'g'rimi? O'sha qadrli resident demak siz yashovchi aholisiz, o'shani aytyapti. We would like to know your opinion about the current living conditions. Okay, nima haqida fikringizni so'rayapti? Qalay hozir yashayotgan sharoitingiz deyapti. Neighborhooddagi, ya'ni mahalladagi odam sifatida o'zingiz tasavvur qiling, o'z mahallangizdan local council yozyapti. Hozirgi yashashingiz yoqyaptimi o'zingizga deyapti. Are you satisfied with the facilities and the services available at the moment? Okay, satisfied degani qoniqish bo'ladi-ku. Ko'nglingiz to'layaptimi? Mana facility qulayliklar deydimi, imkoniyatlarmi, o'shaqa narsa. Sharoitlar, sharoitlardan va servislardan, xizmatlardan ko'nglingiz to'layaptimi hozirgilardan? What further improvements would you like to see in the future? Ya'ni sizdan maslahatingizni ham so'rayapti. Ya'ni kelajakda nimalarni yaxshilaylik? Okay. Savollarimiz nima bo'lyapti? Sizga hozirgi yashashingiz yoqyaptimi? Yana nima qilaylik? Tushunib oldik nimaligini. Tagida sizning fikringiz muhim, falonchi pistonchi. Birinchi friendga yoziladi, do'stingga yoz, local councilni questionlari borasida. Savollari. Keyin o'zining fikringni ayt. Ana. Okay, nima bo'ladi demak? Yoqyaptimi desa, hey Sara, yaxshimisan, tuzingmisan demaymiz-ku, unaqa. Sara, menga local councildan yozishibdi, so'rashibdi, menga to'g'risi yoqyapti hozir yashayotganim yoki menga vashshi yoqmayapti yashayotganim deyishingiz mumkin. Undan keyin qanaqa improvementlar qilay desa, mana qani qo'shishsin, tozaroq saqlashsin, nimadir deb turib o'zingiz maslahatingizni berishingiz mumkin. O'sha friendga yozilish bo'ladi. Endi local council, ya'ni bizga yozgan odamga qayta yozamiz, to'g'rimi? Mana tagida ham local council degan, keyin boshida ham local councildan oldingsa maktubni degan, message-ni. Okay. Tell them whether you are satisfied with the current conditions in your area and suggest what improvements could be made. Ya'ni nima deyapti? Seni ko'ngling to'layaptimi? Ashuni ayt councilga, qanaqa improvementlar bo'lsin. Ya'ni biz chiroyli ketamiz. Dear local council, rahmat bizga bunaqa fikrlarimizni so'rab, messajlar jo'natganingiz uchun. Siz rosti kamiga bizni mahallamizni o'ylaydigan odamsiz. To'g'risi menga holatimiz vashshi cheki yoqyapti. Lekin manaqa improvement qilsak ham zo'r bo'lar deymiz. Okay? Do'stimizga yozayotganda 50 talik bo'ladi. Bu qisqa lo'nda aniq dangal yozamiz. Ammo 120 ta 150 ta so'zda. Hozir qanaqa yozilishini ko'ramiz. Birinchi o'rtog'imizga edi. Hey Sara, men Saradagi o'rtog'im yo'q, but still shunaqa. I've just received an email from the local council. Ya'ni hozirgina email oldim. Men got deb berdim, keyin to'g'rilab ber ChatGPT buni. I just got an email deb. Endi farqi yo'q. Got, received ketaveradi. Hozirgina local councildan xabar oldim. Asking for residents' opinions about our neighborhood. Ana. Men mana shu nima qildim aytdim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, anaqa qilib qo'ydim. Asking for our opinion about our neighborhood. Bildim. Ikkita our deb yozib qo'ydim. Bizni fikrimizni so'rayapti, bizni mahallamiz haqida deb turib, mana uni ham olsam emas yoki buni ham olsam emasda, keyin residents deb o'zgartirib ber ChatGPT mana. O'sha mahallamiz haqida yashovchi odamlarning fikrini so'rab, o'sha local council email jo'natgan ekan. Shuni hozir oldim dedi. I'm quite satisfied. Quite degani tamoman degani, 100 ga 100 degani. Meni ko'nglim to'layapti hozirgi facilitylardan. Lekin o'ylaymanki, more community events, bu o'zim fikrim, ChatGPTniki emas. Ya'ni community eventlarni qilaylik ko'proq, haligi Somaliyaga chiqaylik hammamiz, birga yig'ilib turaylik dedim-da. Lekin shunaqa organize qilishi ham, mana holiday davomida organize qilish ham zo'r bo'lardi. Chunki u sense of belongingni, strengthni kuchaytiradi.
Hammasi o'zim fikrim, lekin meniki 70 tami, 100 tami so'z bo'lib ketuvdi. Bu bir. Keyin rosa so'zlarini ko'p qo'yardim. Mana shunda ham uzun qilib yozgandim men. Oldingisi esimda yo'q-ku. No, rosa uzun bo'lib ketadi. Keyin yoqayapti, ayniqsa mana joy, mana joy, mana joy, mana joy yoqayapti berib ketuvdim. Keyin kerak emas senga 50 ta dedimi so'zni, bunaqa uzoq olib ketishni hojati yo'q. Men bu yerda examplelar ham beruvdim-da mana. Hozirgi sharoit yoqayapti, such as deb turib rosa gapiruvdim-da. Masalan, bizga tekinga avtobus qo'yib berdingiz bo'lar degandim. Kerak emas ekan u. Yoqyaptimi? Da, yoqyapti. Nima improvement taklif qilasan, manaqa qil. Bo'ldi. Shu bilan tugadi. Okay? 50 dona so'z o'zi so'rashib xayrlashgunizcha ham mana ketadi-da. Shuning uchun qisqa lo'nda aniq qilib qo'yamiz. Javob berdimmi? Berdim. Bo'ldi. Demak, organize qilaylik dedi. O'sha community eventlarni ta'tilimiz berdi. Bayramlar davomida o'sha national holiday bo'ladi, nimadir holidaylar davomida qilsangiz zo'r bo'lardi. Bu kuchaytiradi. Mana. It would be good for nimadir desak g'alati. O'shuning uchun good nima deydi? Strengthen kuchaytiradi, strong qiladi deganda. Sense of belonging among residents, yashovchi odamlar orasida, orasida sense of belongingni kuchaytiradi. Bu endi sense of belonging nima deyman? Как men ham shu jamiyatni bir a'zosiman degan bir tuyg'uni beradi. Ana. Boshi bir xil, bu menimcha hamma yodlab oldi. Oxirida ham talk soon, keyin ismingiz. Bu ham yodlangan. Juda sodda aniq qilib qo'ysa yetarkan. Men yana aji-buji qildim. So, endi local council yozish kerak. Boshda dear local council kim deb yozilgan bo'lsa, shuni yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana tagidan ko'rasiz local council yoki kimdir senga xat jo'natdi, manager xat jo'natdi deydi-ku. O'shunda bo'ldi. Ko'rib qo'yasiz bo'ldi. Dear local council bir xil ketaveradi. Kim yozgan bo'lsa o'shunga. Thank you for your email regarding resident satisfaction with the neighborhood. Ana emailingizga rahmat. Regarding about kelsangiz faqat bu yerda formalroq borasidagi degan so'zga to'g'ri keladi-da. Mana shuni ham o'zim topdim, ChatGPT emas. Yashovchi aholini satisfactioni borasida. Ya'ni mamnunmi, mamnun emasmi? O'sha residentlarni satisfactioni borasida email jo'natgan ekansiz. O'sha narsa uchun rahmat. Ana. Satisfaction qanaqa satisfaction with the neighborhood, mahallamiz borasida, mahallamiz yuzasidan deydimi? Shunaqa satisfaction so'rabsiz. It is reassuring to see that you are committed to improving our living conditions. Bu yerda endi chiroyli gaplar ketyapti. Sizga g'irt o'zbekchada nima deb aytib bersam bo'ladi? Sure degan so'zdan olingan bu. Bu meni ishonchim komil qildiki, it's reassuring, ishonchim komil qildiki, to see deyapti. Ya'ni nimani ko'ryapmiz? Siz bizni living conditionimda yashash sharoitlarimizni improve qilishga, yaxshilashga как nima dedim, o'zim aytdim-ku hozir. Haqiqatda bizga yaxshi sharoit qilib berishga committed ekansiz. Buni topsam tagiga yozib qo'ysam kerak, committed degan so'zni. Bo'lmasa nimadan Googledan ko'rib beraman. G'irt o'zbekchasini. Biror narsaga committed bo'lish, shu narsaga tayyorsiz. Как I'm sure deganda mana. I'm sure. Men ishonchim komil deyishdi o'rniga it's reassuring, bu odam rostakamga endi mana ishondikki, you are ready degan so'zga shuni sinonim qilsa bo'ladi. Ana. Siz bizni yashash sharoitlarimizni cho'tki qilib berishga tayyor odam ekansiz. Siz tayyor ekansiz shunaqa bizga chiroyli sharoit qilib berishga committed ekansiz. Okay? Endi qarang, mana uni o'ylanib qoladiganlar bo'lishi mumkin-da. Bizda 150 ta so'z, keyin bo'lib yozaylik dedik-ku. Qanaqa qilib so'raganlarni. Birinchisida mana. Bunda hozir nimani yozdik? Biz prosta rahmat dedik-da. Rahmat degandan keyin haligi prosta extra info bo'ldi. Bizda so'ralgan narsa yo'q edi. Rahmat ayting degan joy yo'q edi. Prosta endi biz politeness saqlab qoldik. Voy, sig'mayapman. Politeness saqlab qoldik. Keyin yana ham vashi zo'r ish qilibsiz. Bizni fikrimizni so'rab. Chunki masalan, majbur emas-ku. Lekin siz rostdan haqiqatda bizga qayg'urar ekansiz degan narsani ko'rsatdi o'zimizcha. Ikkinchisida endi savolimiz nima edi? Ko'nglingiz to'layaptimi? Satisfied misiz? O'sha savolga javob berish kerak.
Overall, umumiy olib qaraydigan bo'lsak, I'm very satisfied with the current facilities and services in our area. Ya'ni hududimizdagi facility servicedan judayam satisfiedman. In particular degani ayniqsa degani. Especially degan narsaga sinonim. Especially ayniqsa. I appreciate the opportunities. Mana, appreciate degani men mamnunman, qadrlayman, ko'ryapman, yaxshilik qilganingiz demoqchida. Men qadrlayman opportunities available for young people. Yoshlar uchun mavjud bo'lgan imkoniyatlarni juda ham appreciate qilaman. Ana. Yoshlarda mavjud imkoniyatlarni. Yes. Such as keyin mana mayerda endi aytsak bo'laveradi. Chunki bizda 50 ta so'z qayoqda? Bu yerda 150 ta so'z so'ralgani qayoqda? Bu yerda endi chiroyli ochib bersak bo'laveradi. Tepada masalan deb turib aytib ketish shart emas ekan. Masalan, free bus services to educational institutions. Ya'ni institution bu bino deydimi, inshoot deydimi? Buildingga sinonimda. Ana o'quv dargohlari deydi-ku o'rta o'zbekchada. Educational institution shu mana. Building. Ana shu educational institutionlarga o'qiydigan boradigan joyingiz, masalan, kindergartenmi, schoolmi yoki educational centermi, qanaqadir o'quv markazlarmi, o'shalarga free bus service qo'yib berdiz-ku. Ana, bitta example'im bu. And well equipped study spaces. Ya'ni yaxshi jihozlangan, cho'tka qilib hamma kerak narsa borda. Prosta bo'm-bo'sh xona emas sizga o'qiysan deb turib. Study spaces ham well equipped. O'sha narsalar uchun rahmat dedi. Bu initiativni gaplashdik. Bu tashabbuslar, ya'ni siz bizga qilib bergan bunaqa narsalar, tadbirlar significantly support students and encourage them to focus on their education. Ana, oddiy поддержка qiladi emas, significantly. Sezilarli darajada o'quvchilar uchun bu support bo'ldi va ularni educationiga, ta'limiga fokusni qaratishga ruhlantirdi. Motivatsiya beryapti. Encourage motivatsiya. Motivate qilyapti ya'ni. Xo'p, bu yerda faqat satisfiedmisan degan savolga javob berdik. Yes dedi. Keyin o'shini batafsil aytib berdi. In detail aytib berdi. Nimaga satisfied ekanini. Bu bo'ldi. O'tib ketmadi. Yana mana uni o'zgartiring. Improvementga buni taklif qilgan bo'lardim deb ketmadik. 3 ga yozamiz endi buni. 3 ga yana nima qilaylik? Yana nima qilberaylik degan savoliga javob beraman-da endimi? However, lekin deb turib tushganda ham boshqa nimaga topik o'tayotganini ko'rsatyapti. Boshqa tarafdan gapirishini ko'rsatyapti. I would suggest, would-ni qo'yib qo'ysangiz, degan bo'lardim. Mana I would say, manaqa degan bo'lardim. I would suggest, men bunaqa taklif qilgan bo'lardim. Nimani taklif qilyapti? Expanding community hall. Ana. Community hall bizda to'g'ri tadbirlar o'tkazadigan joy bor. Ashuni kengaytiraylik deyapti. Taklif beryapti. Or relocate, ya'ni move, ko'chiraylik to a larger venue. Venue degani endi joy bo'lyapti, manzil bo'lyapti. Adresda. Yo kengaytiraylik, kichkinagina bo'lib qolibdi. Yo kattaytiraylik yoki boshqa kattaroq joyga olib o'taylik uni. Masalan, buni yopib yuboraylik yoki boshqa narsa sifatida ishlatib turib, community hall sifatida katta bir joyda olaylik. This would allow, ya'ni mashish qilishimiz, residents to gather more comfortably during special occasions without space limitations. Agar shu ishni qilsangiz, residentlarga, yashovchilarga qanaqa imkoniyat yaratadi bu? Bemalol yig'ilisha oladi. Special occasion maxsus tadbir deymizmi? O'shani Navro'zmi, kimdir to'yimi, nimadirlarida o'shalarda comfortably gather qila oladi. Comfortably hamma biladi, gather yig'ilish. Without space limitations, ya'ni 4 ta stol bor, 4 ta o'tiradi, qolgan hammasi turadi-yu o'shni o'rniga. Space limitation joy bo'yicha, space bu yerda bo'sh joy deyapti. Bo'sh joy bo'yicha unaqa cheklovlar bo'lmaydi. Ashnaqalarsiz bemalol yig'ilisha oladi. Ko'rdingiz-a? Ikkita savol beruvchi shunaqa qilib yubordim men. Bu ChatGPT'ning emas, o'zim yozganimdan keyin bu to'g'rilab bergan. O'zi miyamga keldi o'sha. Hozir 3 ta abzats bilan yozmoqchiman-da. Bo'pti, bittasiga satisfied bo'lganmanmi, yo'qmi shuni yozaman. Bittasiga improvement yozaman.
"Yampasiga nimani yozsam bo'ladi?" dedimda, keyin rahmat deb qo'yiq qildim. Anjosh yo'lda shunaqa deydi, bilmayman sizlarda bormi? Lekin qo'yiq salom ber deydi-yu, xuddi shunaqa rahmatniyam shunaqa chuqur rahmat aytdim. Endi unchalik anavi nima deydi, bundoq egilib tashlamaysiz-ku, prosta extra info bilan gapirib ketdim. "Thank you for your email" deyish qayoqda-yu? Keyin neighborhoodimiz borasida fikrimizni so'rabsiz, rahmat. Siz haqiqatda bizga qayg'urarkansiz, dedim. Mana shu bilan ko'paydi mana. Mana. Aytildi. Oxiri bir xil buni aytib ketuvdim. Thank you for your time and consideration. Bu joyi chunki sizga ball olib bermaydi yo tushirib bermaydi. Oxirida yours sincerely. Bu ham qotib qolgan narsa. Meni Kalis, endi meni inglizcha ismcham. Siz o'zingizni inglizcha ism familiyachingizni qo'yasiz. Bu part 1 edi, guys. Mana. That's it.